Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli aziz tinglovchilar. Bugun hozir bitta opamizni suyak yemirishi degan bir narsa bor, tashxis bor. Ko'pincha odamlarda haliga bu vahima uyg'otadi. Nima deb? Tuzalmaydi. Tuzalmaydi, yaxshi Tuzalmaydi. bo'lmaydi. Yo'q, haliga shunday qolib ketadi deyishadi. Negaki, odamlar davolanmaydi. Borib kuchayib ketyapti, suyak yemirishi bo'layotgan ekan, shu suyak yemirishi ketadimi? Ketadi desam, qayqirib ketadi deyapti opamiz. Nega ishonmaydi odamlar? Nega tuzalishiga ishonmaydi? Ishonmasa ham sababi bor. Nega? 3-stepengga o'tgan oxirgi chora ukol qilishdan boshqa chora yo'q deyapti. Birinchi navbatda tuzalmoqchi bo'lgan odam doktorga borishdan nima qilish kerak deb o'tgan buni? To'g'ri ovqatlanish kerak. Birinchi ovqatlanish to'g'ri. Ovqatlanish to'g'rilasangiz 50%, balki 20-30% tuzalib boshlaysiz. Chunki bizning oldimizga bemorlar o'zi uyda buzib keladi. Ya'ni uyda bugun rosa ovqatni uyda bizga hali ba'zi bitta odamlar keladiki, doktor shoshmay turing, davolashni boshlamay turing deydi. Nega? To'y bor bugun deydi. Nima qilib? Yeb olayin deydi. Yeb olish uchun yashaydigan bo'lsa, unda davolanish shart emas. Ya'ni noto'g'ri ovqatlanish xohlaysizmi yo'qmi, baribir kasal qiladi biz hozir. Eshitdi? Endi bu opani biz shu suyak yemirishini to'g'rilashimiz uchun yaxshi hozir jigar tiqilyapti, o't tiqilyapti. Hamma joyni ochib chiqamiz. Jigarni ochamiz, o'tini ochamiz, ichaklarni ochamiz. Davleniya ham bor. Hozir davleniya salkam ko'tarilib turibdi. Bunaqa odamlarga qon tomiri torayib qolgan bo'ladi. Qon tomiri torayib, oyog'iga, tizzasiga, beliga qon kelmayapti to'pada. Ana shu qon kelmay turgan joylarda bossangiz ba'zida og'riq paydo bo'ladi. Sizlarga qon yaxshi kelmaydi. O'sha qon kelmayotgan joy yemirilyapti deyaveradi. Mana bo'g'imlar bir-biriga yaqinlashadi, mushaklar qotadi, tortadi. Hozir siz ovqatni shunday to'g'irlaganingizda qon sal keldi shu yerga. Keyin shu yurib boshladi. Endi biz yana yurgizib boshlaydigan bo'lsak, to'liq tuzaladi. Faqat qancha erta qilsak shuncha yaxshi. Kelishdi-ya. Masalan, kimning oyog'ida yemirilish, suyagingizda yemirilish, bo'g'imingizda yemirilish yoki koks artroz, gon artroz degan narsa katta tashxis qo'yishadi. Shunaqa bo'lsangiz, bugundan ovqat to'g'rilashimiz kerak. Kelishdi? Masalan, xuddi shunday bugundan ovqat to'g'rilashimiz kerak. Bugundan kechqurungi ovqatni kamaytiradigan bo'lsangiz, xamirni kamaytiradigan bo'lsangiz, yog'li ovqatni kamaytiradigan bo'lsangiz, o'shanda tanangiz yengillashadi.